Akalar, mana mashi qo'zi qo'chqor xudo xolisi 20 ming dollarga sotildi. Bu O'zbekiston uchun bu rekord hisoblanadi. Hech kim hali 20 ming dollarga qo'zi sotmagan edi. Dilshod aka ham seleksiya natijasida mana Jamshid aka bilan shunaqa qo'zini Qirg'izistonga sotishdi. Qirg'izistondan mana Primoyda turishibdi. Zamir aka, aka mana pulingizni oldik. 20 ming dollar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshod. Ana alcha sizga buyursin. O'zi bizga buyursin. Rahmat. Mana pulingizni mana beryapmiz mana aka Jamshid aka, Dilshod akaga. Inshaalloh mana yaxshiligiga boqing aka. Mana akalar O'zbekistondan mana o'sha Qirg'izistonga qo'ylar ketyapti. Seleksiya natijasi. Alloh sizlarga mana shunaqa qo'zilardan nasib qilsin. Bayki rahmat. Uyingizda inshaalloh. Ha, endi jo'natamiz qo'zini, keyingi haftaga jo'natamiz. Barakasini bersin, zo'r. Barakasini bersin, zo'r lekin. Mana jamoat shu yerda hamma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dollari ko'paysin. Rahmat.